Telefonda rasmga olib pul ishlash mumkin desam ishonasizmi? Ushbu 3 sayt bilan mumkin. Siz obuna bo'ling, men esa tushuntiraman. Birinchisi, Adobe Stock. Har bir rasm yuklaganingizda sotuvdan 33% ulush olasiz. Eng ko'p pul to'laydigan platforma 2026-yilda ham birinchi o'rinda turibdi. Rasm qanchalik ko'p sotilsa, shunchalik ko'p pul. Ikkinchisi, Shutterstock. Dunyo bo'ylab eng katta bozor. 450 milliondan ortiq rasm, har kuni 100 mingdan ortiq rasm yuklanadi. Eng ko'p xaridor shu yerda. Ko'p sotilsa, daromad oshadi. 15% dan 40% gacha sotilgan rasmlardan ulush olasiz. Uchinchisi, Getty Images. Bu hammaga tanish bo'lgan eng premium platforma. Bir rasm sotilsa, yuzlab, minglab dollar bo'lishi mumkin, lekin kirish murakkabroq, sifat talablari yuqori, ko'proq professional fotograflar uchun. Lekin sinab ko'rishga arziydi. Eng ko'p strategiya. Uchala saytga ham yuklang. Sizga mos bo'lgan saytda davom etishingiz mumkin. Boshlash uchun Adobe Stock va Shutterstock yetarli. Videoni rasmga olishga qiziqadigan do'stingizga yuboring.